Navoiyda yangi milliy taomlar markazi ochilayotganini bilarmidingiz? Videoni oxirigacha ko'ring. Atigi 30 mingga to'yib ovqatlanish uchun nimalar buyurtma qilinishi mumkinligini aytib o'taman. Doshqozon osh markazi navoiyliklar uchun 7-aprel kuni o'z ish faoliyatini boshlaydi. Bu yerda osh, uyg'urcha lag'mon, g'ijduvon shashlik, qaynatma sho'rva, do'mboq jo'ja kabi ovqatlar tayyorlanadi. Doshqozon kafesida umumiy ovqatlanish uchun zal, istasangiz alohida kabinalar ham mavjud. Aytgancha, bu yerda istalgan taomingizni buyurtma asosida ham tayyorlatsangiz bo'ladi. Mijoz talabi biz uchun qonun, yetkazib berish xizmati ham yo'lga qo'yilmoqda. Dushanba kundan boshlab soat 11:00 da osh va boshqa taomlar tayyor bo'ladi. Osh, non, kola va salat esa atigi 30 ming so'm bo'ladi. Oilaviy va do'stlar bilan kelish uchun eng munosib joy bo'lishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Manzil shahar hokimiyatidan kelaverishda, GMZga yetmasi chap qo'lda joylashgan.